Uyghur yazğıçısı Jالالىدىن بەھرامنىڭ كۆمۈرچى بالا namlıq رومانى. Bu roman Belqut şirketide avazga elenip Belqut torida anlatıldı. Şəhərlik 3-cü o'rta məktəbinin o'qituvchisi Xalay 3 yaşlı kızı Naiməni yetilib muarif idarasiga keldi. Başlıq turdi Hasan nima uchunkin Xalay bir kunda 10 qitim kəsimi qapığı türülüb qalmaydı. Əksçə tolımı qızğın, səmimi kütüb alardı. Hatta 3 yaşlıq Naiməgə üstəl tatmasıdan kampüt, peçene, şokolad degəndək nərslərini elib berətdi. Bir günü Xalay hayran bo'lib, "Jijan, kichik boladak tatıq nərslərə amaraqkansiz" degan edi. Turdi Hasan qizarganicha, "Ba'zi o'qituvchilar bolalarni boshlab kiradi. Ular xafa qilsa deb akirib qo'yaman" degan edi. Xalay boshliqning ishigini ayminibgina chekdi. Ishkiridan kiring degan ijozat berilgandan keyin u qizini yetilab kirib, davomli o'ltiradigan deraza tubidagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi-da, Jijanga qizarganicha lappida qarab qo'ydi. "Xalay, bir oydan beri kelib lavatisiz. Şoförlərimiz to'liqtirsa, mas'udni qayerga qo'yamiz? Bu bir rosa tanglik bo'ldi dengmi? İdarening mashina remontxonasiga kirgizib qo'ysangizmi bo'ladi-ku? Aslida remontxonaga 2-3 odam bo'lsa bo'ladi. O'qituvchilar bolalarini tanglab turib elib 7 odam bo'lib ketdi. Qandaqmi qilaman? Bekorchilikdan yana biror ish terib qo'yam ekan deb yurgim eg'ibda turadi." "Xalay, hay Xalay. Siz nima degan oq ko'ngil sodda ayolsiz? Mana bir oydan beri bo'sog'ini teshivatgida qildingiz." Turdi Hasan ishxona ichida mengib yurib gap qilyotdi. "Boshqa o'qituvchilar bo'lsa, menmu zerikkan bo'lar edim. Siz uchun qoidaga xilof ishlarni qilib soldim. Boshqalarning toptanisini bo'ldi degicha angladim. Men qandoq qilaman Jijan? Mas'ud turmadan chiqqandan keyin Xalay Belqut xazinasi. Uni hech qanday o'rin og'il unimadi. Shunga 4000 so'm berib, Kozivan shofirlik maktabiga kirgizdim. 3 oy o'qib prava bilan chiqdi. Mashina ep beray desam, unchalik ko'p pul menda bo'lmasa, shaxsiylarning kira soladigan mashinalari bo'lsa-mu, turmadan chiqqanlardan qo'rqidi ekan. Xalay, mundaq bo'lsin. Remontxonadagi bakri ish haqini oz ko'rib, do'kon ochaman degirak. Agar shu ketib qolsa, eringiz Mas'udni o'ylashib ko'raylik. Hey, bo'ldi, yig'lamang. Ümçaysanız bir çıraylık yüzünüz kuymakta qo'rilib ketadi ekan. Xalay bilinmez jilmayib ta'tir qarab oldi. Mana, kulibdingiz, ashqi pichak gulidek echilib ketdingiz. Xalay qizin Naimani yetilab chiqib ketdi. Ota-onasi 2 o'g'lini elib chet elga chiqib ketganda 5 yoshli Xalayni mo'misi bermagan edi. Mana shundan beri 40 yil o'tib ketdi. Mo'misi olli burulla qazo qilgan edi. Chet eldagi ota-onasimi ilgir keyin ketishdi. Ammo 2 okisi qumga tushgan tomchidek iz deraksiz yo'qoldi. Xalay Mas'ud bilan bir mahallada billi cho'ng bo'lib billi o'sgan. Bolaligi chigish do'stlikda o'tgan qadinaslardan edi. Bular boshlang'ich o'rta maktablarda billi o'qidi. İmtihanlarni billi berib, muarif institutiga billi kirdi. 2-yilning 5-i ular bir-birining muhabbatini qabul qilishdi. Biroq o'qish bitirdigan yili Mas'ud ko'cha bolalari bilan oralashib, g'ayri ishlarni o'ziga yo'qtirib oldi. U bir top og'inlari bilan cho'ng magazin, qatnash bekiti, poyezd stansiyasi, kinoxona oldilarida yonchiqchilik qiladi. Hatta uning ba'zi sheriklari shunchalik darajaga yetdiki, ba'zi kadr oilalarining xizmatga ketgan fursatdan foydalanib, uyiga o'g'irlikqa kirishdi.
Onun savaqdaşları bir neçə yığıb eliş o'rinlari ham soqchixonalardan kepil bo'lib elib chiqdi. Bir kuni Xalay onun bilan astoydil so'zlashadiganligini aytdi. Mas'ud bu Nazining qizning o'zidan ayrilib ketmoqchi bo'lib qolganligini allaqachon sezgan edi. Shunga u "Ata shanba yoshlar bog'chisiga berib so'zlashaylik" dedi. Әтісі кәшке яқын ular yoshlar bog'chisining eng chetidagi xilvat bir joyga berib o'ltirishdi. Bu yerni egiz o'sgan o'tlar ham qor yog'och ko'chatlari qoplab, chatqallashib ketgachga hech kim kelmaydi. Shundaqla kun o'ltiradigan chog' bo'g'ashqa sayohatchilarning oyog'i uzilgan bo'lib, yaqin atrofda hech kim ko'rinmaydi. Mas'ud, nima taxya bu? Xalay atrofiga ansizlik bilan qarab qo'ydi. Men qo'rqidi ekanman. Kash tarafda muallimlar darsdan tushib, tomoq sandirgach bog' aylanadi, dedi Mas'ud beparvo holda. Ular ko'rib qolsa maylimi? Ular yozdan beri suv ko'rmagan Simon eriqqa put sangilatib o'ldirib bir hazat jimib ketdi. Mas'ud yanchiqidan 250 gramlik shinyan haraqini elib bir yutumdan ichishga boshladi. Mas'uddan bugun uzil-kesil ayrilib ketmoqchi bo'lgan Xalay uni cheklabmi o'ltirmadi. Mas'ud, o'ylab baqsam ikkimizning mijoz xarakterimiz dunyo qarshimiz zodila o'xshashmaydi ekan, dedi Xalay tiliqqandek bo'lib. Sizmi tanlagan yo'lingizda mening, menmi o'z yo'limni tepib olay. Ha, yana-chu. Mas'ud bir ko'tirgancha potulkani yerimlashtirdi. Qani, so'zlavering, quloqim sizda. Men bizning muhabbatimiz balaliq, o'smirlik, yoshlik davrlarini beshidan kechirgan haqiqiy chin muhabbat deb o'ylagandim. Ammo qani, o'zliksiz so'zlavering. Mas'ud bu qitim qolgan haraqning hammasini ichibdi. Botulkani qo'yib etibdi. Uning payli buzilgan edi. Shunga biz nima? Nima u? Ochiq demansan. Voy vijdonsiz, muhabbatning xoini. Mas'ud, siz qahri g'azab bilan chekkisiga tekkan bir musht Xalayning ko'zlarini qorong'ilashtirib, elang-selang bo'ldi-da, o'ltirgan yeridan serilgancha Simon eriq ichiga yiqildi. Mastlikda xudini yo'qotgan Mas'ud uning ustiga o'zini otdi, ham yo'pka ichiga qo'lini uzatdi. Xalay hushini yig'ib ko'zini ochganda, uning iffat guli allaqachon to'zib ketgan edi. Hey munofiq lukchak, sen meni nima qilding? Xalay yig'ilgancha uni silkimakda edi. Men seni maktab qo'g'dash bo'limiga deyman. Seni turmada chiritib etaman. O'zingni sazoyi qilaman desang berib degin. Men-g'u bir necha yil yetib chiqarman. Lekin sen umr bo'yi bir poch sesiqlatib bo'lib qolasan. Mas'udning deganlari rost edi. Endi qanday qilish kerak? Bu yavash qiz ko'ziga zo'rladi. Xalay, xafa bo'lmay meni kechir. Men seni yaxshi ko'rganligimdan o'shundoq ish yuz berdi. Chunki sen ayrilaman devasan. Men endi qanday qilaman? Qanday qilaman deganing nimasi? Ikkimiz to'y qiladigan tursak. Shunda qilib Xalay Mas'udga yepsiz bog'lanib qoldi. Aradan bir oymi o'tmadi bo'lg'ay, Mas'ud qizlarni aldash, jamiyat omonligini buzish, dars qoldirish qatorli xatoliklar tufaylidan maktabdan haydaldi. Xalay o'qish bitirib, shaharlik 3-o'rta maktabga taqsim qilindi. Ko'chada lag'aylab yurgan Mas'ud Xalayni izlab bordi. U o'zining tuhmat qurboni ekanlik, aslida maktab mudirining qizi davomli xat yozganligi, lekin Mas'ud mening so'ygunim bor deb unamaganligi,
Hatta bu to'g'riliq maktab mudiri uni chaqirib, Xal'aydan ayrilib, mening qizimning muhabbatini qabul qilmasang, yaxshi oqibat ko'maysan deb besim ishlatganligi qatorliq bir muncha gaplar bilan Xal'ayni eritib qo'ydi. Demisimi maktabda elib berilgan bir ikki qitimliq ko'ngil etish faoliyatlarida mudirning shallaq qizi bilan Mas'udning tansi o'ynaganligini Xal'ay ko'rgan edi. Xal'ay o'ylanib qoldi. Dünyada azmaydigan odam yo'q. Yana bir tarafdan ikkisi bir mahallada cho'ng bo'lib, bolalıqi, yoshliqi birga o'tgan yaqin do'stlardan edi. Agar Xal'ay uning bilan o'tmagan taqdirda umr bo'yi ashundoq saltang o'tib ketsa bo'lardi. Bir kuni Xal'ay Mas'udni boshlab shaharlik muarif idorasining jujangi Turdi Hasanning uyiga bordi. Boshliqning ayoli Faxrnisa Bingfen, ya'ni diviziya san'at umigining artisti bo'lib, yeshi Xal'aydan ancha farq qilmaydi. Jujaning oldingi ayolimi o'zidan 10 necha yosh kichik edi. Xal'ay Mas'udning tuhmat qurboni bo'lib o'qishni davomlashtirmaganligi qatorliq oldin tayyorlagan gaplarini bir-birlab o'tirg'a qo'ydi. Ondan Mas'udni biror maktabga qari ish chiqib bo'lsa-mu o'rinlashtirib qo'yishni o'tindi. Qiziq ish. Xal'ay nimaliki desa Turdi Hasan boshliqlik kibri bilan kesibla yo'q deyolmaydi. U o'qish bitirib kelgandimi, birinchi qitim 3-o'rta maktabga taqsim qilindi. Qolganlar oldi 3 oy, keyin 1 yil mengishdi. Mana hozirmi maktabdan qo'g'landi qilingan bir axloqsiz bolani kesib rad qilinmay bo'shib o'ltirib ketdi. G'irim ustili oldida o'zini tuzashtirayotgan Faxrnisa pat-patla ishkirga hujra ishigidan qiya beqib, Mas'udning qop-qora, yirik qoshlariga, qo'yib tom qoshlariga, ko'kko'ch to'lgan ingaklariga, qon-sharliq egiz burniga, qisqasi qamlashgan bastiga yoshirin qarab qo'yapti. "Jijang", dedi Xal'ay yelangan tanaffusda. "Biror boshlang'ich maktabning qorovulliqi bo'lsa-mu bo'ladi." "Qorovulliq degan nima u?" Faxrnisa qapoqlarini so'zib bo'slig'ida paydo bo'ldi. "Oliy maktabda o'qigan bola bo'lgandan keyin biror maktabning vaqtliq o'qituvchisi qilib qo'ysa bo'lmadimi?" Mas'ud minnatdorlik yuzasidan Faxrnisaga lappida qarab kulimsiradi. "Hozir maktablarda ishtihat ko'payib ketdi." Turdi Hasan bosh chayqadi. "Yuqorining ko'rsatmasidan ko'p ortiq. Bu sizga mollarning so'risidek yod bo'lib ketgan gaplar. Oshundoq deb turibmi xil-xillarini o'rinlashtirib bo'ldingiz." Faxrnisa bo'ynini to'lg'ab kirib ketdi. "Mundaq bo'lsin. Men maktablar bilan aloqalashib javobini beray bo'lamdi." "Xal'ay", Turdi Hasan Xal'ayning do'lisiga ayminibgina bo'sh urib qo'ydi. Ammo ertasi Xal'ayni ishxonasiga chaqirib, "Mas'ud sizning qilingiz emas. O'zingizni xor qilmang" degan bir nuqtada ko'p tarbiya qilgan bo'lsa-mu, Xal'ay yig'lasa yig'ladiki, indamay jim o'ltirib oldi. Mas'ud shaharlik baxt boshlang'ich maktabiga vaqtliq o'qituvchi bo'lib belgilanib, oradan 3 oy o'tganda Xal'ay bilan to'y qildi. Ular to'y qilgan 11 kuni uni soqchilar tutib ketishdi. Baxt boshlang'ich maktabining o'qituvchilari dala sayohatiga chiqqanda Mas'ud yengili to'y qilgan yosh bir o'qituvchini o'rmonlikqa oldab opirib bosqinchilik qilgan edi. 4 yillik kesilgan Mas'ud emgak bilan o'zgartish maydoniga elib ketilib 9 oydan oshganda Xal'ay qiz tug'di. U qizini biror 2 yil ko'tirib, ondan yetilab degandek yasliga xizmat o'rniga qaytmoqdi. Turmaga berib erini yo'qlaydi. Qisqasi bu 4 yilni baxtli tasdi toshqazdi.
Оның татқан жапа mushaqqatiga qaraganda Mas'udning keltirgan xo'rliqi, dafsanda qilishi Xal'ayni ishchidan tugashtirib etdi. Ammo orada bir bola bo'lgan ekan, yanala sabr qilishi kerak. Endi turmaga kirgan bu qoshqiliq bo'rini hech kim qotiniga yaqin yo'latmaydiganligi aniq. Oliy maktablarni bitirgan bolalar ish topolmay yurvatsa, uningga nada turibdi? Şoňa Xal'ay qizi uchun yig'ib qo'ygan 4000 so'mni to'lab, erini sho'pirlikda o'qitgan edi. Mana endi Muarif idorasining remontxonasidanmi o'rin tegmay vatidi. Yetimning beshini Xudo o'nglaydi deb bekor aytilmabdi ekan. Bir ojizaning tatgan dard alamlari, ko'rgan xo'rliqlari, shamu zaharlarda to'kkan yoshlari, qilgan nolib yig'onlari Xudoga yetgan chig'i bir kuni turdi Hasan Xal'ayning maktabiga telefon berib, Mas'ud bilan birga kelishni aytdi. Ular kashda bir muncha sovg'atlarni elib kelishdi. Faxrnisa Mas'udni ko'rib bo'lashchil mehmondo'stlik qildi. Tatliq turumlarni tizib, avval sinchay qildi. Ondan 2 taxsi go'sht qo'rimiz qo'rib kirdi. Xal'ay, ta'lingiz bor ekan-jumi? dedi turdi Hasan Xal'ayning guldek chiroyidan bahrlanib. Mening mashinamni haydaydigan Obid Umar emgak idorasiga yetkilib ketdi. Şoňa Mas'ud sınaq tariqasida haydab baqsa, agar idoradagilarga yarab qolsa, keyincha rasmiylashtirib olmaymizmi? Rahmat jijam, rahmat. Men cho'qim yaxshi ishlayman. Mas'ud o'rnidan turib ketdi. Voy yigit, Faxrnisa ko'zlarini o'ynaydi. Men demagan bo'lsam, nima ekan bundaq yaxshi ish? Endi rahmat boshqalarga taalluq bo'lib qoldi. Rahmat, sizga rahmat. Mas'ud Faxrnisaning ko'zlaridan aylanib yerga qaradi. Faxrnisa, uyga kelgan mehmonni xijil qilish axloq mezoniga xilof, deb qo'ydi turdi Hasan sipoygarlik bilan. Xapo'mang Mas'ud, Faxrnisaning ko'ngli tuz, ba'zi gaplarni o'ylashmayli qilib qo'ydi. Tova. Xal'ay turdi Hasanning shahvatga to'lgan ko'zlaridan o'zini qochirsa, Mas'ud Faxrnisaning hayosiz qarashlaridan aylanib yerga qaraydi. Biroq ko'nglida shaytoni vasvasaga soladi. Mushu zamonning odamlariga hasina deymiz-u, ammo amalsiz. Qarang, turdi Hasanning Xal'ayga ham tamadi bo'layotganligi xotiniga oyoq. Faxrnisa Mas'udga ko'rsatayotgan nozlarining tegiga jujang burilib yetib qolgan. Xal'ay turdi Hasanning o'zini yaxshi ko'radiganligini besh qo'ldek biladi. Mas'udningmi Faxrnisaga yoshirin qarashlaridan yuragi suv. Qisqasi, ular keyingi pardada nima o'ynaydiganlari bir-biriga ayon bo'lgan bir sahnadagi artistlar. Xayriyat. Mas'ud ishga tushib ketdi. U turdi Hasanni yiroq yaqin komandirovkalarga aparatdi. Yig'inlarga qatnashib qolsa, zerikmay, terikmay saqlaydi. Har qaysi o'tir boshlang'ich maktablar, shaharga qarashli texnikumlarning xizmatlarini tekshirib berib qolsa, Mas'ud kabinkaning derisidan qiz-cho'kan o'qituvchilarni baholab, har xil yalang yo'tilarga oshko'zlik bilan qarab, ko'zining pitini o'ltirib o'ltiradi. Onunğa ən köngüllik tuyuladigani haftada birer 2 qaytim shahar sirtidagi diviziya san'at o'migidan Faxrnisani akilish edi. "Viyay Mas'ud, nimancha uyga oldiraysiz?" deydi Faxrnisa mashina haydab ketayotgan Mas'udning bo'yniga kirasilib. "Shaharni yana bir aylanaylichu. Uyga borsangizmi, xotiningiz degan jodi bolangizni qo'ltiqlatib qo'yadi shu." Mas'ud, "Av daraxtlik ajab qorong'u ekan. Eshaga haydang. To'xtang, tugmingizni o'zim yeshay." Yenikli bo'lib qoldim-a? Xuddi qanot chiqarib uchidigandek, deydi Mas'udning quchqiga beshini qo'yib olgan Faxrnisa. "Xo'pmi seskandim-ku heliqi qeri cho'shqidin.
Bir kuni Mas'ud, o'zingiz yaxshi ko'rmagan bir cho'ng odamga nemishqa tegdingiz? deb so'radi. Faxrnisa hech tap tatmayla, "Uning degan puli jiqib puxdingizmi?" deginicha ko'zlarini qisdi. "Noyt shu ma'rif idorasining boshlig'i-ku", dedi Mas'ud ma'nsitmagandek qilib. "U cho'ng amaldor yoki katta savdogar bo'lmasa, siz uqmaysiz. Onunğa taraf-tarafdan kirib turadi." Faxrnisaning ko'zlari chaqchaydi. Oliy maktabni bitirib xizmatga kiranmaganlar, ish kutib turgan ziyoli yoshlar, kasbiy imtihondan o'tolmagan o'qituvchilar, u maktabdan bu maktabga yetkazmoqchi bo'lganlar, o'stirilish oldida turganlar, uy talab qilib iltimos yozganlar, unvon olmoqchi bo'lganlar, shangang obyektlari, qisqasi maosh baholash paytlari degandek bahona sabablar bilan kiradigan naq pul, har xil buyumlar samandek, texin yemak ishmakdek narsalarga bir sesimchilik. Mundaqdan, "Hey Mas'ud, men ەسەrdan ajratsam meni olamsiz? Mening pulim bo'lmasa, jo'janing xotinini tortib olsam, u mendan mashinani tortib olib ko'ttimga tepsa, sizmi mendek devonining maydasiga tepasiz?" "Hey, g'urursiz ablah." Faxrnisa hech kimdan tap tatmaydi. U qeri sizdek mahbusni bikoga qabul qilmadi. "Bo'ldi, bas." Mas'ud g'azabdan qizirib ketdi. "Men uni 4 yil burunla bilib bo'lgan. U mening xotinim bilan o'ynasa, menmi uning xotini bilan ko'ngil echivataman-ku. Texmen u ikkisining soyisida soyidayman. Mashinasini o'zimninkidek ishiltiman. Bu ana shundoq o'tniga lobqut olim. Uqdingizmi?" Ajoyib sirliq bir ish. Faxrnisa qayaga bormasin, nima ish qilmasin, turda Hasan xuddi palsog'andek bilib bo'ladi. Ham ko'rgan tushum deb Faxrnisaning yuragini sirqirtib etdi. Bilqut xazinasi. "Qarang Faxrnisa, kechidan bir tush ko'ribdiman. Siz bir oq seriq, egiz yigit bilan tonsxonaga kirgudaksiz. Bir chog'da qora, semiz tishlari oltin bilan qoplangan birsi sizni tansiga totqandi. Siz turg'ili unimidingiz. Heli qora odam sizni bir qachat sog'udak. Ongacha o'yg'inib ketdim. Tova deyman. Saharda bir tush ko'ribdiman. Siz qo'llari, putlari, badallari, to'g'risi hamma yeri diqmoq bir odam bilan Xonyanchi ko'lida suv cho'milib etib, oltin zanjiringiz uzilib tushib ketgudak. Heliqi odam, "Bo'ldi, men esilib uzvatgandan keyin o'zim elib berman" deb maydasiga urayotgudak. Faxrnisa shundan beri nega borsin, kim bilan o'ynasin, atrofiga bakmo zan soladigan bo'lib qoldi. Kimdir biri qandaqdir yot ko'zlar uningga tikilib turgandek, yoshirin kuzatayotgandek bilinadi. Chunki erining ko'rayotgan tushlari xuddi ustida qarab turgandek suratlab beralaydi. Endi mashina ichidagi ish bo'lsa-ku, biror yerga bekitib qo'ygan tinchlig'ishdan gumon qilishga bo'ladi. Biroq turda Hasan yiroq yaqin, oshkora, pinhon, to'la tuzlimay tush ko'raveradi. Xudo ikki oshiq mashqning dardiga yetdimi qandaq? Mas'ud bilan Faxrnisaning ishlari boshlanib toki qiyomaga yetkichi bo'lgan orliqda turdi Hasan tush ko'rmadi. Ko'rgan taqdirdimi degisi kelmadi. Faxrnisaga toptanimi qilmadi. Faqat sirliq kulimsirab, beshini salobatlik gildanglatib qo'yib jimjit yurdi. Ammo u Beyjingga yig'inga ketib 5-kuni bir soqchi mashinasi maktabga kirib keldi. Soqchi boshlig'i bo'lsa kerak, shoferlik prava, rasmiyat to'lash kinishkalarining xol oyga ko'stib, "Bu sizning eringizmi?" deb so'radi. Yuragi ansiz selib, chiroyi oqirib ketgan xol oy beshini oraldan lashitdi. Orqadan Jujangning ayoli Faxrnisaning xizmat kinishkisini ko'rsatdi. Xol oyning nafsi bo'g'ilib, tizlarida jon qolmadi. Uning nozik badani dir-dir titraydi. Chunki uning ko'ngliga
Mas'ud bilan Faxrnisa buzuqchilik ustida tutilgan o'xshaydi degan o'y kelgan edi. Lekin vaqa undaq oddiy emas edi. Shahar sirtidagi qor yog'ochliq deb ataladigan cho'ng o'rmonda bir kichik mashina portlab, ichidagi ikki jasad qop-qora kuyindiga aylanib qolgan edi. Kinishka ham prava dal daraxtlarga ilishib qolgan kiyim-kechaklarning yonchiqlaridan tepilganda qiladi. Saqchi mashinasi Xalayni naq maydonga olib keldi. Xalay intayin uyatliq manzaraga birla qarab, aylanib yiqilg'il tasli qoldi. Dunyoda ayol kishi uchun bundaq sharmanda xo'rliq, nodamat iskanjilari bo'lmasa kerak. Xudo bundaq qabahatli ko'rinishni ko'rsatkicha, do'rida qiynab, suvda tunjiq turib, eng bo'lmasa zaharda azoblab, jinini ip ketgani ming martam tuzuk edi. Qarang, oshi quchoqlashib yotgan qop-qora ikki jasadning biri uning bag'riga tangan eri edi. Jigida sugat qoryaga shoxlariga ilinib qolgan beg'irtoq, ayollarning har rangdagi ishki kiyimlari, paypoqlar xuddi Xalayni masxara qilgandek izg'irin shamolda yenik hilpirmakda edi. Ah xudo, munda xo'rlig'icha meni elib ket. Xo'rliqning chak-chegarasi, tarozi mezonlarining zodi qanchalik. Xalay ko'k osmonga qaradi, ammo quyosh uningga: "Ey miskin ojiza, bir mal'undan qutuldirgan Allohga shukr, sano et. Mana bu zinoxo'rlarning sharmanda oqibatidir," degandek chaqnab turadi. Mashinaning portlashida har xil farazlar bo'ldi. May tanisi eqib turganda tamaki o'ti tushib vaqa sodir bo'lgan. Mashina soatiga chetilgan portlatqich bo'lishi mumkin. To'q yo'li kuyib, simlar yonog'ashlanib qolg'ashqa benzin portlab ketgan degandek har xil gaplar tarqaldi. Bularning qaysisi rost, qaysisi yolg'on hech kim bilmaydi. Biroq soqchi doiralarining tekshirishicha, mashina qo'yish uyining qulupida, temir eshik tutqularida yoki yerda barmoq izi ham oyoq izi bayqalmagan. Mashinaga muddatlik portlatqich o'rinlashtirilgan degan taqdirdami, qotil intayin tajribalik, quv, hiylagar odamlarga aniqli edi. Kishilar keyincha bu cho'qim Faxrnisaning biror oshnisi keltirgan fojia degan xulosaga kelishdi. Xalay Mas'udning yil nazirisini berib bo'lgandan keyin turdi Hasan elchi kirgizdi. Beshiga kelgan kulfatlarning izi o'chmay turib, elchilarning kirib kelishi xuddi tomdan tarash tushgandek bir ish bo'ldi. Xalay ularni chechilgan holda ustib qo'ydi. Lekin elchilarning oyog'i uzilmadi. Yana kelib sapla nozir darajalik cho'ng kadrlar, hatto shahar bo'yicha hurmatga sazovar mo'tivar zotlarmi kirdi. Ammo Xalay ularga qiricha yenecha teganmadi. Faqat "Sizlar meni afu qilinglar, bir qizim bor, uni o'gay ota qo'liga qarabqim yo'q" deb turib oldi. Bir kuni turdi Hasan Xalay bilan yuztarani so'zlashdi. "Xalay, men sizni ta hozirgacha noumid qo'ygan yerim bormi?" Turdi Hasanning talabbuzi tamkin edi. "Har qanday talablaringiz bo'lsa, astoydil muomala qildim. Maktabdan haydalgan bolani boshlab kelib, o'rinlashtirib bering deb turib oldingiz. Xalqlarning fitnalarini anglab turib, talabingizni o'rinladim. Keyin yuzingizga nijosat suvab, mening tilimni qisqa qilib turmaga kirib ketdi. Turmadan chiqqandan keyin mahbus demay, shopirlikqa o'rinlashtirdim. Ammo menga ajoyib satgaplar to'qildi. Ularni ichimga singdirib sizga dotlamadim yoki yomon nazarda qaramadim. Bular kim ham nima uchun? Zodi nima uchun? Buning hammasi sizni yaxshi ko'rganligimdan bo'ldi." Turdi Hasan ishxonadagi aynakli kitob jihozlariga, onandagi ratma-rat tizilgan kitoblarga, bo'lingdagi kiyim asqirga, deraza tekchilaridagi gullarga qaraganicha bir hoza jimib ketdi. Uning o'pkisi o'rilgandek bo'ldimi nima?
ovozi qorong'urung chiqishga boshladi. Eringiz ayolim bilan noshayon ishlarni qilib yurganligini bildim, angladim, hatto ko'rdim. Uni bir og'iz gap bilan yana so'litib yetalaydim. Lekin bu zinoxo'r odam men yaxshi ko'rgan, umrimda tunji qatam haqiqiy muhabbatni to'nitgan bir farishtaning eri edi. Shunga eringiz yog'liq ortib qo'ysa ortib yuraverdim-ki, sizga, sizning turmushingizga qarasanimidim. Turdi Hasan odamning ichi og'rig'idek muloyimlashib ketgan edi. Bir chaqlarda Xalay yurt aralab yetkilib ketsa qandoq qilaman degan nadomat yukini yutib yurgan kunlarim bo'ldi. Undaqda menmu xizmatimni yo'tkab, uningga yaqinroq yerga berib olaman deb o'zimga ahd paymon qildim. Chunki sizning ruxsaringizni ko'rish, ovozingizni anglash emas, balki yiroqdan bo'lsa-mu simoyingizni ko'rsam, qog'chirab ketgan qalb bo'stonlarim tashnalikda qong'udak bo'ladi. Mana shundoq qilib shu yillardan beri siz nima desingiz, go'yo payg'ambar vahiysidek untinsiz o'rinlab keldim. Zinhor o'zimning taqdirini o'ylamadim. Ko'rib turibsizki, mening yaxshi ko'rishim g'arazsiz yaxshi ko'rish. Sizlar yoshlarning so'zi bo'yicha aytganda ruhiy muhabbat edi. Turdi Hasan tizlarga jaynaklarini qo'yg'anicha yodak egilib, yana bir xoza jimib ketdi. O'ylab ko'ring. Bir chaqda menga kichik volidek totliqtirimga omraqkansiz degan edingiz. Men ba'zi muallimlar bolalarini elib kirdi. Xat qilsa deb akirib qo'ydim deganim esimda. Siz goh ishining, goh ishonmang, men har qaytam maoshim chiqqanda Nəyimə üçünla tatlıqlarını setilib, tatmığa tıqıb qoyatdım. Bilsiniz, Nəyimə bu yıl 4 yaş kirib, 56 gün açdı. Onu hazırgıça öz qızım dep bilimen. Bundan keyin men elçi kirgizib, sizni tanglikda qo'ydigan ishni hargiz qilmayman. Shundaqdimi odamiylik fazilatingiz, odamiylik vijdoningiz bilan o'ylab ko'rishingizni umid qilaman. Turdi Hasanning aytganlarida xilcha yasalmalik yo'q edi. Chin haqiqat edi. To'g'ri, Xalayni ta hozirgacha noumid qo'yib baqqani yo'q. Uni xizmatga o'rinlashtirib qolmay, Xalayning lavzi uchun bir qabohatni o'qituvchilik, shofirlik qatorli xizmatlarga qo'ydi. Bu haqda xalqlarning so'z chechaklariga qoldi. Hattoki bag'ridagi xotinini tortib olsa, Xalay uchun o'z g'ururini yundi avrazlarida bulg'adi. Bu bir er uchun etqusiz xo'rlik edi. Bularning hammasi faqat Xalayni yaxshi ko'rganligi uchun berilgan qurbonlik albatta. Xalay Nəyimə bu yil 4 yaş kirib 56 gün açdı degan bu bir cümle so'zning vaznini hech nimaga tanqimadi. Tova, o'z onasi turib bunchalik inchiki bilmaydi kana? Bu odamning shuncha yillar sabr taqat qilib kutgani zodi nima? Bir jonanning, yo'q, o'z yaxshi ko'rgan oddiy bir qizning ko'ngil beg'idan gul uzishidi. Ammo u bu baxtga mangu erishamaydiganligiga ko'zi yetgandan keyin yaxshi ko'rishdan iborat ruhiy tuyg'usini qalbining eng cho'nqir pinhonlariga dafn qilib etgan edi. Biroq Xudo uning ajr saxovatini maqbul etdi. Ikki sharmisor gunohkorni bir yo'lila do'zaxga rahnat qildirib, o'tida ko'ygan, suyida oqqan Nozininning mahram beg'ining eshigini ochdi. Jannat gullarini purashqa noil bo'ldi. Mana bu estetik tilaklarga hirisman, hissiyatlarga boy Xalayning ahliga maslahat sanmay, yuragidan etilib chiqqan ko'ngil xulosasi. Yaratgan egasi Xalayni dog'da qo'ymasin. Uning o'ylaganlarining barhaq bo'lib chiqishini tilaymiz. U suyungan o'sha odamlarning insofini tilaymiz. Xo'rlik ham nadomatning qurboni bo'lgan bu mazlumaga hidoyat yor bo'lsin. O'tgan kunlari qayta takrorlanmasin. Payg'ambar alayhissalom
300 xil hunar kasbning eng ulug'i notiqlik degan ekan. Turdi Hasanning aytganlari o'sha notiqlikning sehriy kuchi bo'lib qolmasin. Bu charxiy palak ajoyib qismatlarga to'lgan bo'ladi ekan. Naima 4 yoshdan 4 oy 4 kun oshganda Xalay Turdi Hasan bilan to'y qildi. Ular to'y qilib yandirqi yili jup xushalliqqa noil bo'lishdi. Turdi Hasan muavin nozirlikqa ko'tarildi. Erining amalining o'sganligini tabriklagandek Xalay onunğa bir qiz tug'ib berdi. Turdi Hasan xushalliqida olqonlarini ishqilab, "Tova, tova. Ömrümning oxirigacha farzand ko'ranmay o'lib ketadigan o'xshayman" deydi. Mana oxiri Xudoyim berdi. Qizimning ismi sizning ham hadisining ismiga yaqinroq Hamida bo'lsqandaq. deb ko'zidan yosh chiqib ketdi. Boshqalarmi Xalayning oyiga yarashdi deyishib, ularga xayrlik tilashdi. Shundaqdimi Turdi Hasanning ko'nglining cho'nqur bir yerlarida "Hattiginay, o'g'il bo'lib ketgan bo'lsa-chu koshki" degan bir o'y xira-xira yenib o'chdi. Ularning turmushida ushaq-tushak gap talishishlarni hisobga olmaganda cho'ng jidal mojarolar yo'q edi. Faqat uyga pat-pat kelayotgan, so'yilgan butun qo'y, baqlab, moy, yeshiklab oliy haroq, yer yemishlarni ko'rgan Xalay yer bilan takalishib qoladi. "Qanday qilasiz Xalay? Hozir bu ish odatga aylanib qelyapti. Olmasangiz xafa bo'ladi" deydi Turdi muavin nozir qizini o'yintib. "Menmi ularning hojatidan chiqaman-ku, albatta bekorga kelmaydi-da. U sizning xizmatingiz tursa, bu qarang, xizmatning sirtidagi favqulodda ish." Turmushdagi bundaq benormal kelayotgan maishatga Xalay bara-bara ko'nib qoldi. Ham takallashmaydigan bo'ldi. Lekin Hamida 1 yosh, Naima 5,5 yoshga kirgan yili er-xotin ikkisi Xalayning xizmat ishida xeyli obdalli takallashib qoldi. "Men 26 yoshga kirmayla pensiyaga chiqamanmi? Yo'q, bo'lmaydi." "Bu degan ishki jihatdan bejiriladigan pensiya tuzumi", tushundirdi Turdi Hasan. "Men yanala sizni o'ylayapman. Bir yoqdan o'rta maktabning tugmas, bitmas o'qitish ishlari, yasliga yugurayotgan, tomoq etib holingizdan ketayotgan. Shunga yo'q, bo'lmaydi. Men sizga vaysamasam bo'ldi-ku. Siz shundoq degan bilan men tanglikda qoladi ekanman." Turdi Hasan sal terikdi. "Emisa mundaq bo'lsin. Men maktabdagilarga aytay, sizni ma'lum muddatlik dam olishga chiqarsin." Bu qanday dam olish?" Xalay hayron bo'lib qaradi. "O'chiqroq deb beqingmi?" "Buni xanzolar chilov bu deyishidi. Bu tizim osta xarakterlik kasallarga bop keladi. Onundan boshqa ba'zi ijtimoiy qiyinchiliklarni o'z ichiga oladi", dedi Turdi Hasan Xalayga. "Qancha yil dam olsangiz bo'laveradi. Maoshingizning 80% beriladi. Lekin qayta ishga tushsangiz, dam olgan yillaringiz xizmat stajiga hisob bo'lmaydi." Bu qanday bo'lar endi?" Xalay ishkilinib qoldi. Hozir maktab tuzumi bag'an seri chingib ketyapti. Har kunligi xilma-xil anket jadvallarni to'ldiradi. Xizmatdan sirt qisqa kurslarga avatadi. Davlat xizmatchilari imtihoni, kasbiy imtihon, ochiq dars siniqi degandek xizmatdan sirt qo'shimcha ishlar o'qituvchilarni 2 qo'shiqda osh ushkidek oldirash qilib o'tgan edi. Onun ustiga Xalay 2 balasidan xabar elishi, uy ishlarini qilishi kerakdi. Hozirgi vaqtda ko'ngildagidek uy xizmatchisi topmoq tez edi. Mana shundan e'tiboran Xalay uy ayoli bo'lib qoldi. U erining ko'p ishlarini ko'simi ko'maski selib, anglasimi quloqqa yopirib elib, necha yillar o'tib ketganini bilmayli qoldi. Naima o'rta maktabda,
10 yoshlik Hamida boshlang'ich maktabda o'qiyotgan yillari Turdi Hasan muavinlik chopinini selib tashlab, Nozir degan shohona tonni kiydi. Bu ton uni har xil do'qal, putli qashanglardan ozod qilib, mustaqil harakat qila oladigan, cho'ng-cho'ng ishlarni hech kimga sanmay tasdiq sola oladigan, "Undaq qilinglar, mundaq qilsanglar qat'iy bo'lmaydi" deb hukm chiqara oladigan imtiyozga ega qildi. Bu imtiyoz Xolay bilan Turdi Hasan o'rtasida jidal mojarolarga sabab bo'ldi. Yekan sho'rga selinmoqchi bo'lgan bir oliy texnikumning bir yurish uy imoratlari necha 100 millionlik qurilish edi. Buni talishayotgan shirkatlarmi ko'p bo'lib, ularning to'liq huquqli vakolatchilari, xo'jayin, xo'jadorlari chamadonlarga pul qochilab, Turdi Hasanning bo'sog'asini teshvat kerak qilishdi. Biroq Turdi Hasan u pullarga nazar ko'zini solmadi. Albatta pul degan pishiq osh. Osonla purg'i sirtqa chiqib ketdi. Hozirgi bundaq ishlar hech qancha hisoblanmaydi. Bo'libmi ishkiri o'lkalarda sherin kana haqqi ochiq oshkora baho talishib birlikka keladi. Bir kuni uning ishxonasiga xuddi yuzini ishiq qisib olgandek bir tarafi ishiq, bir tarafi sidam chiroy, gullik chiman do'ppi kiygan, burni panoq bir odam kirib kelib o'zini Osiyo me'morligi qurilish shirkatining xo'jayini Shervaji deb tanishtirdi. Bilqut xazinasi. Biroq uning qo'lida chamadonmi, so'mkimi yo'q edi. Turdi Hasan ichida bu g'alati bandimi, yana shu qurilish uchun vaz o'qig'ili keldi deb o'yladi. Ammo Shervaji o'ziga ishongan holda gelini roslab bir yo'tilib qo'ydi-da gapini boshladi. Turdi Nozir hazratlari, Mushu Ilixoning Iran daryo sohillari ajabmi bilan ko'kil maydonliq yerlarkan deysizlar? Shervaji oxinim qoppaldin degandekla gap boshladi. Texi Chilonliq degan bir kenti bor ekan. Havosi sap, suyi mo'l, yerlari qorchilan tuproq, manzaralari behish siyoq. To'liq chiroyli yerkan. Xudoning qudrat kamolini ko'raman degan odam shu yerga borsa bo'g'idek. O'zlari berib boqqanmi? Shervajining tuyuqsizlar eski ishtandan bir nima chiqqandek so'rgan savoli xiyoli to'zon bo'lib ketgan Turdi Hasanni cho'chitibdi. Ha, bog'an. Ha, balli. Mana o'sha Chilonliqda Oyoz degan bir yosh dehqonning 15 mo yeri har qaysilaridek ahli ilm bilan mengilari charaslab, so'ngaklari g'araslab charchigan odamlar uchun chaqqanroq doj sep qo'ysa bo'g'idek obdan yer ekan. Turdi Hasan bu maymoq yuz bandiga tikilib qoldi. To'g'ri, uning amaldor birodarlari yurtida qoltirilib uylarni soldirdi. Ba'zi pensiyaga chiqqanlari eng chiroyli yezlarga doj selib ko'p kunlarini shu yerda o'tkazatdi. Ular bir qancha qitim Turdi Hasanni qiziqtirgan edi. U G'uljining Eran daryo sohilidagi Chilonliq degan kentda bir tarafi daryo, uch tarafi Eran o'rmonligi bilan o'ralgan 15 modak terilg'uyaning bolig'i. Agar shu yerga doj solsa arziydiganligini deganda, og'aynilari u yana tushingda ko'rganmidim deb chaqchaq qilishdi. Ammo Turdi Hasan, men G'ulji yezlarida nuqtada turgan chaqlarimda u yerga ko'p borgan degan gapni bir qancha so'rindi deganligi rost. Lekin bu Shervaji ularni nerdan anglagandi? Yo Alloh, pul uchun jang qilayotganlar u ishlaridek yetlamaydigan yerlari yo'q-kanda. Xo'sh, Tunazir, tengirqab qoldilar. Mening gapim toza issiq basmay turamdi-ya. Yo'q, qani so'zlavasizlar. Mana o'sha 15 moyaga o'zlari uchun chiroyli ham ko'rkam qilib doj sep berishni ko'nglimga pukib hozirlarga kelishim. Nemishqa amdi? Mana nemishqa deganmi o'zi? Shervaji hijaydi. Har qaysilari biz avam uchun kuyib pishib xizmat qildilar.
mana endi bizmi qo'l-qo'lni yuvsa, qo'l qo'pib yuzni yuvgandek kichikkina ish qilib bersak nemishqa deganlari qiziq. Belqut şirketida ovozga elinib Belqut to'rida anglatayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bəhramnىڭ Kömürçü Bala nomli romanini bugun mushagacha anglatdik.